Karta tek 2. Bir qancha bir marshrutka bersa faqat 2 ni ko'tarib kelasiz. Birgani ol. Ha, buni qo'y. Bismillah. Bu kartadagi nimadan kelib chiqqan bu? Qarzonligingizdan kelib chiqqan. Qaysi qarzon? Savol qarzonligingiz. So'rab? Qo'lni qarzon. Prokuraturani xulosasi o'qiding, berdimmi buni? Birontasi bermabdimi? Masalan, kopiya qilib ham beraman, bu yerda yozganini. Topshirilgan bo'lsa-da bank tizimidagi asosan ravishda 319 million so'mlik qarzdorlik paydo bo'lgan to'g'risida. Bankdan paydo bo'lmagan. Paydo Bo'lgani to'g'risida 319 millionni bo'lgani to'g'risida beray to'xtaladi. Fermer xo'jaligini so'm raqamidan 2020-yilda terim puli, ish haqi, texnika xizmati 20-yilga, 21-yilga ana shularni beryapsizlar. Biraz soliq 52 million so'm soliq kiritilgan, tamom beradi. 52 million so'm soliq kiritilgan. Qolgani o prokuraturga berganlari 2 million so'm soliq kiritilgan, tamom. Bu javob xatar kim yozdi? Ha? Viloyat yozgan. Viloyatdan chaqirdi. Viloyat o'rganmasa sizlarni osh keldingizlar. Xat uchun kerakman. Ana aka, ana bunga savolga javob ana. 319 million so'm qayerdan paydo bo'lgan? Telefonni qo'ying. Qayerdan paydo bo'lgani texnika xizmati-yu. Buni olgan bo'lish kerakmi? Texnika xizmati-yu, nimasidan ish haqi, terim puli texnika xizmatidan kelib chiqqan debdi. 319 million. Ha, bu degani klaster pulni tashlabadi degan ma'noga aytibdi. Endi men o'shalarga qarshi dalilni yana ko'rsataman. Men hamma dalillarimni ko'rsatiraman. Ana bu masalan klaster tomonidan tashlab bergan pullar, masalan tashlab bergan. Ha, 20-yil mana 20-yildan tashlab bergan 54 million qancha o'zidan kirib chiqqan, o'zidan tashlab berilgan. Ha, 88 million ana. Nima o'sha yopilgan. Короче, terim puli yo'q, nimalar yo'q, olingan nimalar yo'q. Ana Yo'qman, mayli. yo'q. Ana shu narsalar yopilgan, tashlab bergan klaster tomonidan. Mera yolg'on gaplarni yuborma kerak bu. O'zi Buni ikkinchisi tanimi? Uni ikkinchisi yo'q. Yo, oldini olmadim. ana aka, ana buni ko'ring, ana nimasi bu kiritilganda 20-yilga yakuniy hisob-kitoblar tashalgan, terim puli ham yo'q.